Mashinani haydamadingmi? Yo'q, aka. Haydash bilmayman. Bo'pti. Men ketdim. Yaxshiyam teskari qo'yganim bilmadilar. Alo. Ha, Nozik qaydasa? Do'kon ketyapti-tim, uyda shakar qolmagan ekan. Ha, unda ko'rishaylik. Yo'q, ko'rib qolishadi. Ya, ko'rishamiz, hozir boraman. Hozir. Ha, yaxshi qiz. Bu yerda yaqin atrofda magazin bormi? Magazin shu mahallani boshida. Qochib tur. Tush gaplashib olamiz. Qishloqqa keldim, o'g'linga qizimga gapira olaman deb o'ylayapsan. Magazin so'rab bo'lmaydimi? Rostdan magazin so'radimi? Ha. Afa bo'lmaysan, noto'g'ri tushunibman. Adingga yetmaysan ishqilib? Yosh bola ko'ra olmaylar. Ayinggacha. Yo'q, yetmayman. Buvinggacha. Qisi, suyun. Qayerdan paydo bo'lib qolding o'zi sen? Ha, ketotdim o'zi. Bir payt urushayotgan ekansizlar. Sen kalta yozsam debman. Afa bo'lmaysan, mehmon bizdan o'tdi. Ha, mayli. Mehmon demaylar, ismimni aytib chaqiravringlar. Isming nima? Ismim Shohruh. Meniki Botir. Meniki Suyundiq. Nima? Suyundiq, suyun, qattiqni suyun. Ha. Suyun. Bo'ldi, yaxshi. Qishloqinglar yaxshi ekan, go'zal ekan. Alo. Ana nima bo'ldi? O'ziga keldimi? Tushunmadim, senga nima?